Necha pul turadi shu holatda? Manzilimizni o'tgan safar ko'pchilik tushunmabdi. Oromgoh Isk Kalsoy. Hop, chorraha desangiz ham bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar. Bemalol topib kelasiz. Bazar granit deb katta qilib yozib qo'yishgan. Tabiiy granit va mramor toshlar deb qo'yishgan. Sobirjon aka, assalomu alaykum. Bir chekkadan tosh tushuntirib o'ramiz va kvadrati necha pul o'shanisi qiziq aka bizga. Hindiston Tam Brown Hop, $40 dan $50 bor. Kalsiniyasiga qarab 1 kvadrati bez razmerga 160 ming, razmerga 180 ming so'm. kesib berishga mehnat pul qo'shiladi, ha? Qo'shing. Hop, Xitoy aka. Angola bilak 1.4 dan 1.7 plusgacha, $36 dan $45 gacha. Stenkasini bir to'ra, qalilligi. Qalil. Nurota suvli, bu ham razmerga 180 ming, bez razmerga 160 ming. Razmerga 180 ming, bez razmerga 160 ming so'm chiqadi. O'zbekiston. So'mga aytganingiz hammasi O'zbekiston. O'zbekiston. Emerald Blue $40 dan $45 gacha. Qayyiki bu? Norvegiya. Norvegiya. Bunisi. Aurora o'zimiz mesniy tosh. Bu ham 1 kvadrati razmerga 180 ming, bez razmerga 160 ming so'm. Bunisi. Angola, Kafel Xitoy $17 dan, pastdagi O'zbekiston burchatga Kafel 60 ga 30, 70 ming. Ichkaridagi toshni bir chekkadan tushuntiradigan bo'lsak, shu toshimizdan boshlaylik. Tosh tepasida turgan barcha namunalardan stolishniца yozgi, qishki kuxnalar uchun tayyorlab beramiz. Bu rangini tanlashadi. Shu holatda katta kichik razmerlari hammasi bor. Xohlagan razmerlarda qilib beramiz. Kuxunli mebelga yaxshi bo'ladi, ha? Buni artib ishlatishadi. Ustiga bir narsa solish shart emas. O'zi chiroyli holatda silliq qilib qo'yilgan ekan. Oshxonaga o'rnatib qo'ysangiz juda zo'r holatda bo'ladi, ha? Zinalarimiz, ko'rib turibsizlar. O'tgan safar bitta savol bo'libdi. Ishda sirg'anib tushmaymizmi degan savol bo'libdi. Bu fasadni zina bo'ladi. Bu ichkariga, aka? Ha, ichkariga ham, tashqariga. Bu 2000 atmosfera suvda urilgan, Sirg'anmaydi. sirg'anmaydigan qilib ishlov berilgan. Burchatkalarimiz ham xuddi shunaqa, faqat tabiiy tosh, bizda quyilma yo'q. Obunachilarimga tushuntirib o'taman. Bu ichkariga tersangiz, silliq, bemalol artib tozalayverasiz. Yomg'ir qorda to'g'ri kelmaydi, lekin tashqariga yomg'ir qorda ham, muzda ham sirg'anmaydigan bo'ladi. Ustini suv bilan salgina dag'alroq qilib qo'yilgan. Buloq toshlarini cheklanmagan miqdorda bor, kelishadi. So'killi toshlar hammasi. Sokil, zina. Bu tomonimizda ham alohida toshlarimiz bor. So'kilga bemalol ishlataverasizlar. Hammasi narx-navolari ko'chadan ancha arzon. Shu yerga kelsani qulay narxlarda qilib berishadi. Fasad g'ishlari. Fasad g'ishlari va shunaqasi ham pinli qilib kesib, tayyorlab berishadi ekan. Alohida yerga teradigan toshlarimiz ham bor. Burchatkani o'rniga. Bu ham juda chiroyli turadi. Qumga tersangiz past baland bo'lmaydi, hammasi bir xil razmerda bo'ladi. Hozir bu yerda stashkada turgani uchun past baland bo'lib turibdi. Qumga ustalarimiz tekis qilib, chiroyli qilib terib berishadi. Ko'ksaroy toshlarimiz ham cheklanmagan miqdorda 160 ming razmer, bez razmerga 180 ming so'm razmerga chiqadi. Kesib berishga ozgina pul qo'shiladi. Xo'p, alohida yana bitta Xitoy kafilimiz bor ekan, juda chiroyli holatda. Aksingizni bemalol ko'rsatib turadi. Buni ham kelishilgan holatda har xil razmerda kesib tayyorlab berishadi. Ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda turibdi. Zinalarimiz ham har xil rangidan bor. Bemalol tanlab Sobirjon aka bilan kelishib olaverasizlar. Aka, zinalar hammasi O'zbekistondek-a? O'zbekiston, chekaraga Xitoy, Hindiston. Bular ranglilar Hindiston. Mana qara. Tagi, tepasi 130 ming so'm. Boshqa joylarda 150 ming, 160 ming aytib turishdi. Bu yerda bir dona zinamiz 130 ming so'm. Qara, bu yerda hozir 1, 2, 3 ta turibdi. Hop, 390 ming so'm pul bo'ladi. Ustiga vaqt ketkazmasdan bemalol ustalarni ham topib berishadi. Yetkazib berish, o'rnatib berish, hammasi kelishilgan holatda bor, ha? Bor.